Bo'lsa ham ikki qavatli hovlidan ham chiroyli qurilgan dang'illama hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz 3 Qahramon postdan 2 kilometr kirganda Parvoz mahallasida joylashgan. Orientirimiz Xurramlik arkasi bo'tdi. Uyimiz 503 sotiq 5 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan. Hovlimizning ichigacha bemalol ikkita katta mashina sig'adi. Darvozaxonamizda ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Hovlimizda binolarimiz ikki qismga ajratilgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bitta binoyimiz va etek tomonda asosiy binoyimiz joylashgan. Binolarimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga ochiq rangdagi travertin ishlatilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa, shunaqa chiroyli qilib zeleniy zona qilingan, gullagacha ekib qo'yilgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiyagacha ulangan, internet ham tayyor ulab qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa yozgi oshxonani ko'rishingiz mumkin. Yozgi oshxonamizning hamma sharoitlari bor. Bu yerda o'zini mo'ykasi, gaz plitasi, mangal zonasi, bu yerda bo'lsa ikkitadan qozon o'chog'i bilan birga. Bu yer tomonda ovqat tayyorlangan taqdirda mana shu joyimizni o'ziga bitta tapchan qo'yib, yoz issiq kunlarida dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizda yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Uyimizning xavfsizligi uchun uyimizga 5 ta kamera o'rnatilgan, hovlimizning o'ziga 3 ta, ko'chaga bo'lsa 2 ta kamera qo'yilgan. Asosiy binoyimizda bo'lsa, mana shu chap devorga yopishtirib qurilgan, orqa devordan, o'ng devordan 3-4 metr qochirib keyin qurilgan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni va mana shu asosiy binoyimizni orqa eshigini ham ko'rsatib o'taman. Hozir endi sizlarga asosiy binoyimizga kirib, xonalarini ko'rsatib, keyin uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomondagi binoyimizni ham xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan keng koridorni ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelning, faqat koridor orqali kiriladi. Koridorimizning o'zida bo'lsa, shunaqa oynani ko'rishingiz mumkin. Katta xonani effektini berishi uchun qilingan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizga bemalol stroyniy mebel yasattirib olsangiz bo'ladi. Kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, katta zalimiz joylashgan. Uyimizda chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yshi aboylar yopishtirilgan. Bu xonamizning oynasi shundoq hovliga qaragan. Zalimizda bo'lsa, shunaqa venesiyankani ham ko'rishingiz mumkin. Bu hech qanaqa plastmassa yoki boshqa material emas, haqiqiy venesiyanka qilingan. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yerda bitta spalnyamiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, koridor va sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda shunaqa sifatli chiroyli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Hamma xonalarimizga shunaqa ochiq rangdagi sifatli eshiklar va sifatli romlar ham tayyor o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa, option sanuzelimizda joylashgan. Sanuzelarimizning hammasini patolog qismiga shunaqa natijnoy patolog ishlatilgan. Bu yerda родительская spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Bu yerda ham родительская spalnyamizda joylashgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzeli bor. Uyimizda juda ham chiroyli qilib ta'mirlangan deb o'ylayman. Sizlar ham o'zingizlarning shaxsiy fikringizni bemalol kommentariyada qoldirsanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa, sanuzelimizda joylashgan, shunaqa dushovaya kabinkalarigacha o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda orqa hovlimizda joylashgan. Hozir aytib o'tganimdek, asosiy binoyimizda chap devorga yopishtirilib, orqa tomondagi devordan, o'ng tomondagi devordan 3-4 metr qochirib keyin qurilgan. Havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Aynan mana shu joyimizni divanniy zona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Oynalarimizning podokонник qismiga haqiqiy tosh ishlatilgan, ko'rib turganingizdek. Bu yerda ham sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin.
Uyimizning yuragi bo'lgan kotellik sistemamiz ham aynan mana shu joyi o'zida joylashgan. Bu yerda iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Mana shu yo'l orqali ham oldi hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Hozir endi men sizlarga uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomondagi binoyimizning xonalarini ko'rsatib o'taman. Bu binoyimizga kirishimiz bilan oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va mana shu burchagini o'zida oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilingan. Joy egalari mana shu binoni o'zida yashashayotgan ekan, lekin asosiy binoyimizda hali hech kim yashamagan. Ikkala binoyimizda ham yangi qurilgan. Oshxona mebel texnikalariga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu mebel texnikalarni o'zi mana shu joyi o'zida qoladi. Faqat televizorni olib chiqib ketishar ekan, kelishsanglar buni ham tashab ketishadi. Bu yerda bo'lsa kameralarimizni upravleniya qiladigan shunaqa monitor joylashgan. Oshxonamizdan bo'lsa, spalyaga o'tib ketsa bo'ladi. Bu spalyamizning o'zini alohida sanuzeli bor. Spalyamizning oynasi ko'chaga qaraganligi uchun panjaralargacha o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Juda fazli xonadon. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizni ko'rib turganinglardek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Uyimizda shunaqa bagati mahallada joylashgan. Uyimizning yonida bo'lsa, chastni bog'chani ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning tashqarisiga bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning tashqarisiga shunaqa chiroyli qilib zeleniy zona qilingan, archalar ekilgan. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa fayzli yangi xonadon qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.